Boburxon. O brend taksini ko'ryapsizmi? Aha. 1417. Hop. Tayda Samarqand kelanlar turibdi. Ya akasi ham turibdi, telefon nomeri. Ashlarni bor-ku. O kameradan bitta qo'yib bersangiz, bu kazyol kameradan. O 300-400 metrdagi masofada bor-ku. 300 metrdagi narsani ham tiniq qilib ko'rsatadi. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bu kameramiz kazyol kamerada, prosta zaharli odamni ham tiniq qilib yaqinlashtirib beradigan kamera do'stlar. To'g'rini olib turadigan oldidagi ko'zi, pastidagi 360 ga aylanib turadi. Harakatga bir xilda, keyin o'zi odam o'tganda ham o'zi yaqinlashtiradi, avtomatik. Ham o'zi uzoqlashtiradi. Do'stlar, o'zlaring telefonlaringdan boshqarib olasizlar. Ko'ryapsizlar, 50x zoom bor, projektorlar bor. Bu 50x zoom degani u uzoqdagi 300-400 metrdagi odamni ham bemalol tiniq qilib ko'rsalar ham bo'laveradi. Mashinalar raqamlarini ham bemalol ko'raverasizlar. Bu kameramiz bitta sim kartaga ishlaydi, 4G plus Wi-Fi ga ham ishlaydi. Bu kamerani hozir qaranglar. Aka beryapmiz, Toshkentga beryapmiz. Bitta Wi-Fi berdik, 4 shoqli. Hop, keyin bitta 3 ko'zli o'sha trendda sotilayotgan 3 ko'zli robot kameramizdan ham berdik. Bu ham sim karta Wi-Fi ga ishlaydi. Xullas shu ikkosi baravariga bitta Wi-Fi da ishlayveradi. Mana akaga kabellarni qilib berdik, 100 metr kabellarni qilib berdik. Tayyor qilib, upagovka qilib telefonlarga uстановка qilib berdik. Katta bolalarning galchasi bor, ko'rib turganlaringdek, pastda LED chiroqlari bor. Ko'rasizlar? Foto balat yoritadi. Kimga shunaqa kameralar kerak bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab bepul yetkazib beramiz. Har bitta kameraga do'stlar 32 talikdan original chip qo'shib beramiz bonusiga. Dastlabki ham bepul.